Assalamu alaikum qarindoshlar. Manlarning shu vaqtinglar xayrli bo'lsin. Men bugun biroz jiddiylam chiqib qoldim. Shuni shu oldin xabarini beramidim. Hozir mehmon deyman, hamma o'tibdi. Qarindoshlar, men aslida bir oldin xabar berib chiqsam to'g'ri bo'lardi, ammo bu qitim bu xabarsizlar biroz jiddiy chiqib qoldim. Asli o'tgangi qitim Facebook betimga yozganimdek şu ara bir xalqaro munosabatlar ilmida davlatlarning masalalarga, xalqaro vaziyatlarga qarata qanday qaraydi degan temada bir nima qilmoqchi edim. Shu to'g'risida bir bo'lib degandek, universitetnikidek pek ilmiy nimaga kirib olmasammi, xalq tilida yapılaq qilib so'zlab berish niyatim botdi. Ammo bu Uygurca'da qandaq bir maqal temsil var, men bilmeydikenme. Ama Türklerden bir gibi var. Şeytan taşlamaktan tavabımızı yapamıyoruz dedi çoğu. Yani şeytan taşlayıp avarıp gidip tavabımızı kılanmadığımız diyen bir gap. Biz mi şunun kokşaş, bu ötken bir kançı bulup ötken bir yerim yılın yağı şu şeytan taşlaş bilen bizde nime digencik şeytan var bu. Şeytan taşlaş bilen bu gidip tavabımızı kılga vaktimiz çıkmadı. Şunun için bugün bu yana xalqaro munosabatlar to'g'risida so'zlaydigan narsani qilolmayman qarindoshlar, ammo bu eng oxirgi qitim. Bu shaytonga atgan oxirgi teshimiz bo'ladi. Shayton tashlash inshaalloh bu yerda tugaydi. Andan keyin 2018-19'lar başlagan şekilde o'zini Sharqiy Turkistonlik deb qaragan qarindoshlarga shu xalqaro munosabatlar to'g'risida va xalqaro munosabatlarning har qaysi nazariyalarini tunishtirgan asosda bir qısqa qilib, addi qilib so'zlab minishga tirishman. Ama bugün bu so'zlaydigan tema qarindoshlar, shu hammanglar bilasizlar, Shvetsiyada To'g'liq Hamid deb bir qarindoshimiz var. Bu qarindoshimiz bu og'zini buzib tillayapti diye bu odamlarni demek şeytanlarni deyishim kerak belki to'g'risi. Cık qarindoshlarmi bununla qarta bir şey demiş qıtıllaydı degandek bo'ldi. Yani ki bizden indigenaslar bunu şu Dilyar Musabay tilla g'uzudu degandek bir qiblaning qata joylarida o'ziga tasalli bergan bir gaplar var. Şu şekilde bu To'g'liq Hamid qarindoshimiz maydonga chiqdi. Ama shularni tillab kelyapti demdi. Ağzını buzib tilladi demdi. Bu to'g'ri emas. Onu cık dedik hem de hatta şu derecede dedik ki 75 inçlik televizorda bir aile oturup gördüğün işler var. Şunun için ağzını buzmay, aşı davatkan geplerini uçuk desen, ameliyatta teximicik körülüş oldu, teximicik halk kınan imdat kınan anlaydı dedik. Ama o To'g'liq qarindoshimiz özünün uçurgan, özü yaşagan vakalarının açığıdır. Ağzını buzup saldı yani köp vakitlerde. Onu sırtım karsa bu hem de doğru emas. İnternette ağzını buzuş doğru emas. Onu aldın değil. Lekin onu köygenle bu balmışta ağzını buzu dikeye degen şekilde onun imdavat kılını düşenmedi. Şuna bu To'g'liq qarindoshimiz özümü bir özünü düşendiğidek bir cümlenin beşinden başlap ahırgıça özünün beşiğe nimişler kelgen, nimiş boğun doğrusida bir tepsili toxtalmıdı hem de davamlıq bir gapning üçün çıkarıp yana bu ayacandan nem qilib ketib va gap bo'linib ketdi ko'pincha ahvollarda. Shunga qarindoshlar, men buning vaqti keldi bugun. Shuning uchun bu To'g'liq Hamid qarindoshimizning nima sho'g'ini, beshig'i nima ishkagidi va mening bu bo'lgan ishlardan xabar topgan qismimni bugun qarindoshlarga so'zlab berib, bu şeytanlarni tashlaydiganning eng oxirgi teshimni etib o'tib, endi tavobimizga boshlaylik demoqchiman. Ya'ni To'g'liq men ilgari deganimdek, mening bir mahallikim hamda uyimizning orliqi jiroq bo'lsinmi, lekin mahallimizdan ismi o'xshash, u Sharqiy Turkistondan bo'lib shahridan. Yaşımız tepmekten bir yıllıkla ama biraz ailenin, öyünün ağırlığı boğalığı için o pek yakın yerde oturattık diyelim bulmaydı.
Bu tuğluk bana memiş 2019 yıllarının yağı nimkomuş ekranlarda çıkıp sözlegenden ki bana xat yazıptı. Dilgar ada işte yaxşımsan deb bir xat yazıptı bu kimdi deb çıraya qarab tanımadım. Keyin bir qancha qitim yozilgandan keyin xatlar men Facebook betini ichib hozirgi chiroyi bek o'zgarib ketdi. 20 yil o'tdi biz bir-birimizni ko'rib baxmallar. 13 14 yoshimizdami? 15-16 yaşımızda dem qilgan bo'lsak, hozir 20 necha yil o'tdi ekanda ko'migili. O'zining nimasidagi burunqi ota-onasi tushgan rasmdan ko'rib to'nidim men burunqi vaqtida. Onunki voy nima ish bo'ldi deb ko'rishdik ham deb ahvollashgan bo'ldik. Undan keyin meni chiqargan videolarimni ko'rdingmi dedi. "Ya men ko'rmabdim" dedim. Dedi. Ko'rdim. "Voy bu nima ish qilib unda qapollab chiqibsan" desam, beshida o'tgan voqealarni men so'zlab berdim. Voqea shu qarindoshlar. Bo'lgan ish shu. To'liq Hamidni biroz xalqimiz o'zini tushuntirolmaganligi uchun qarindoshlarimiz xato tushunib qoldi. Xato tushunib qoldi deganim, ya'ni bu xato tushunib qolganda to'liqning sizlarning to'g'ri tushunishinglarga ehtiyoji bor deganlik emas. Faqat to'liqning hozirgacha o'tgan 3 yilda, 4 yilda bo'lgan beshida o'tkazgan ishlarini qarindoshlarga men tushunishli shaklda boshdan oxiri red tartibi aniq bo'lgan holda bir deb bermoqchi xolos. To'liq Shvetsiyada turdi ekan. Shvetsiyaga bag'il qilish yillar bo'lib ketibdi. U yerda turgandan keyin shu 2017 yil lagerlar masalasi boshlangandan keyin to'liqning ota-onasi lagerlarga akir ketildi, bilasizlar. Hadisimi akir ketildi. Hadisimi tutildi Xitoylar tarafidan, saqchilar tarafidan. Şunu bilen bu to'liq shu Shvetsiyada bu ota-onamni tutib ketdi deb Shvetsiyada o'zining qo'ldan kelganicha shu xalqaro kechirim tashkiloti o bu xalqaro tashkilotlardan namoyish qildi. Ota-onamni qutqizaman deb. Namoyishlar qilayotgan vaqtida Shvetsiyadagi bir xonim to'liqqa maslahat beribdi, bir ko'rishib. Fuqaro bundan namoyish qilib avarolman. Amaliyotda shu Shvetsiyadagi palonchi odam shu dunyo uyg'ur qurultiyining ishchisi vazifasi bor. Ama bu adam ameliyatda Xitoyga ishlaydi. Bütün hamma shu davadagi qurultayning ichidagi odamlarning hammasining oyoqdagi urug' tuqquni, yana birisi bijnimi bo'lsa, izlaydi qayshi bo'lsa, mush odam ashlag'i hal qilib berdi ishini. Debdi. Deganki to'liq buning ishlanmabdi-da, ishangisi kelmabdi, shundan shulamdi deb, ammo ota-onasini qutqizganga boshqa ko'zi yetmay beribdi u odamlarga. Dunyo uyg'ur qurultayining ishidagi muhim shaxslardan birisi. Bağlandıkın şundan beşide o da bu to'liq qancha ko'nglini ochmabdi. O bu ishlarni ham qilibdi, sapdi. Ammo bu to'liq mushu siz hal qila oladi, vatanimni sizni chiqalaydi, bek kuchli deydi sizni. Shu Xitoy tarafda bek aloqasi bor deydi deb yaqinlashgandan keyin bu odam bu to'liqni ishlarga sapdi endi. Berib ayada virus vaqtlari bu hech kim taloq chiqarmagan, bozorlar borolmaganda shu to'g'liqqa mana sen berib, ana kelsan berib, mana kel deb buyuriydi ekan. To'g'liq berib u narsalarni akildiki, hatto yerim kecha demay yosh ashlampon yegim keldi, bijnim yegim keldi desa berib akapti. Ondan keyin bu odam bag'on siri to'g'liqqa ishonishga boshlab, gaplarni ochiq deyishga boshlabdi. Va rost o'zining Xitoy tarafda muhim odamligini şu davadaki hemmisining amaliyotda ko'rinishga da'vo qilganini, o'zining amaliyotda hemmisining to'mirini tutib ba'zi da'vogarlarning axloqsiz videolar orqali tutib ba'zi da'vogarlarning oyoqdagi sotadigan yeri boshqa, ba'zilarining mili boshqa degandek jiq sabablar tufayli hemmisining o'sha odamga xushomadchilik qilib Xitoy tarafdagi urug' tuqqanlari yoki milining bexatarligi uchun o'sha odamning ko'nglini ep turdiganligini debdi bu odam o'zi. Hammasi men qarashliqdi. Shuni bilan to'g'liq bularni anlagandan keyin bu nimani qutuldirgan bo'pti. Qizim chiqib turibsiz? Kechirsizlar, mening qizim kirib oldi. Bunu nim qilgandan keyin bu odam nimda atdim. Başlap o'zining shundoq kuchliligini degandan keyin to'g'liq bu odam bilan texmi yiqilishibdi. Hattoki ukam qo'lingdagi o'sha soatbek ko'ngli kelib ketdi, uni nima deb qo'yay.
Hatta qo'lingdagi soat bek chiroyliga deb qo'lida bir qimmat markalik bir soat bor ekan. Uni mu so'qibdi uningga, o'sha ota-onamni qutqizib birga deb. Ammo rost degandek tug'luqni hadis qo'yib berilibdi bu jarayonda. Va keyin tug'luqni Osiyodagi ma'lum bir davlatga borsam, adamni ilib oyoqchikili keladi. Sen şu yerda adam olup ko'rishalaysan degan shaklda u hadis uni ko'rishkili Osiyoga bir ma'lum bir davlatga boradigan vaqtida hatto aeroplan biletlarmi ilinib bo'lganki shu vaqtida to'liq shu odamning yenidan ketibdi. To'liqning o'zining deyishicha, agarda men shu Osiyoga berib adam bilan ko'rishgan bo'lsam, keyniga yonolmaydigan darajada Xitoyning shpiyoniga aylanib ketadi. Ama eşek kelgan vaqtida men endi aldaman bo'lmaydi deb keyniga yondim dedi. Endi u odamning o'ylimiga yeri. Hech kimning kallasi kimmiga yer nima shopdi desanglar qarindoshlar. Bu odam endi to'liq 1,5 yil ko'tamchilik qilib yuribdi-ku, ota-onamni qutqizib beraylik deb. Bu odamning o'ylimiga yer nima shopdi desanglar, to'liq 1,5 yillik aloqani, ikkisining so'zlashganda, ko'rishganda, WhatsApp'dagisi, telefondagisi ba'zilari ikkisi so'zlashgan vaqtni hammasini ovozga olyapti. Hamma narsani ovozga olib, uni gandan ketibdi va shu qo'ldagi bag'an narsa bilan yugagan biti Shvetsiyaning ulusal istixborot idorasiga topshirib beribdi hammasini. Endi to'liq 1,5 yil bu yerda turish jarayonida bu davodagi odamlarning nur g'ollari uning bilan aloqa qiladi ekan. To'liq shohid bo'libdi ba'zilariga. Hatto ba'zi Amerikadagi hojamlar degan lavda nihao deb Xitoycha xatlarni yozib turadi ekan. Hatto biznimi onamiz, biznimi momimiz, biznimilarimizdan tortib bolalarimning avval qanday sen bilib deb mesajlarni yozib turadi ekan. Endi to'liqning ilib olgan ovozlarining ba'zilarini menga aytdi. Men anladim. Men bu yerda Ondan keyin u to'liq uni tutib olib, yendin ketib ekranga chiqib og'zini buzgandan boshlab tillagandim. Ham to'liqning tillishining nari xato qarindoshlar. Bu degani men to'liq kunda chiqib tilla deganim emas. Ammo nari xato qarindoshlar. Bütün bir da'vo qilyapmiz deganlarning sapsipi bilan, to'pi bilan Xitoyning bir qurultayning ichiga kirgan bir adamini Aşının yalırıp, mening balam qanda, mening ufkam qanda sen bilip deb ücret turdi ekan bu rehberler, qo'shtirnoqning rehberler. Mushu jarayonda to'g'liqqa chiqib so'zlagandan keyin har xil salachilar, har xil nimachilar, qayerdadir tarbiya berganlarning ovozlarini oldim men. Amerikada cho'nglari mayli-ku, bizning bu da'vat zaten cho'nglarda umid yo'q da'vatimiz. Yoshlarni qanday qilaydi? Amerika'da bir yosh 2017 yildagi anasi tutilib da'vo qo'shilgan bir yoshning ovozini oldim. Mandaq deydi. To'g'liq, sen aqlliq bo'l. Avval jimmida turib, oyoqda opangni chiqarib ol. To'g'liqning ota-onasi kesilib ketdi, 10 yildan. Avval opangni chiqarib ol. Opangni chiqarib olgandan keyin opangga mayaqdan pul soladigan bo'lib ol. Ondan keyin opang u yoqdan sana pul soldigan bo'lsin. Ondan keyin tashkilotdan birini qur. Opasining davosini qilgan inqilobchi balolab tashkilotdan birini qurib, Amerikada pul berdigan ayollar va bu yoqdanmi pul ol, o yoqdanmi pul kelsin. Da'vo deganni menda qilmamsa degan nocha ovozini angladim men. Amerikadagi nocha. Bilsam o'zingni. Ondan keyin her xil nimalar. Uningdagi yana birisi Amerikadagi siyosiy panohlik degan bolalar mushu videoni agar Facebookda ko'rayotgan bo'lsanglar, mushu videoning ostiga qarsanglar bir postda bir pepetomoqdan birisi va Amerikadagi. Uningdagi Amerikadagi Zubayra degan ayol. Bu ikkisiga siyosiy panohliklarning uchurini, materialini ko'rsatmanglar. Mendan tavsiya. Çünkü burunlarda siyasi panohliklarni tercümanlık qilganda Avustraliyada siyasi panohlik qilganlarning uchurlarini Xitoyga avatidagi tashkilotga ba'zilar degan gaplarni anglaganda men kuchli rad qilardim. Avstraliyaliklar bilasizlarmi meni? Chunki men bir tercüman bo'lish sifatim bilan shu maydondagi gap so'zlarning teshig'i chiqib qolsa 3 yildan 6 yilgacha turmada yotamiz biz tercümanlar. Tercüman maydonida
men tercümanlık qilgan qarindoshlar bilasizlar, Qur'on tutimiz biz. Tercümin to'g'ri qilmay, sirtga chiqarmayman. Bilasizlarmi? Şu Qur'on tutqanligimiz uchun uning qonuniy javobgarligim bo'ladi. Shunga men siyosiy panohlik tilganlarda bu tercümanlarning 5'i 10 emas, bu narsalasi teshirib chiqmaydi deb o'ylaydim. Ama teşkilat tarafidan chiqadigan ishlar borki, qarindoshlar. Aşı to'liq şahit bo'libdi. Amerikada siyosiy panohlik tilgan Uyg'urlarning va Xitoylarning materiallari Shvetsiyadagi aşı odamga kapti to'liqning ko'zining oldida. Yani Amerika'da siyasi panohlik tilgan qarindoshlar advokatni amalga sirtda chet-ellik tutinglar. İkincisi ma odamlar mening vujudimni ko'rsa bo'lmaydi desanglar, ularning ko'rishga huquq bo'lmaydi Amerikada. Qo'liga tushaymanlar. Tamam, qolgan detallar, qolgan narsalarni to'liq o'zidan anglaysizlar yoki o'zi bir kuni ochadi. Uningdan keyin Avstraliyadami, yana bir yerdami Taylandga berib, şu Shvetsiyadagi adamning buyrug'i bilan Taylandga berib, Xitoyning nimalari bilan ko'rishganlar, hammalarning butun nimalar tutilib qoldi. Tamam. Bilinglar buni. Onun kendinden, endi kelaylik nimaga bizning aktivist reisga. Aktivist reis aldı bilen 4. ayının 17'sinden 22'sigacha Xalqaro Indigenous People'lar Forumsiga qatnaşmagınlarını təbriklaymiz. Bizning bilishimizcha qatnaşmadı Dünya Uyghur Qurultayı deyilgan bu teşkilat, bu xitimlab Indigenous People'lar yig'inining cho'ng yig'ini. 10 ming kishilik imzoning roli bo'ldi, Agar men boshqa qarindoshlar, Sharq Turkistonlik qarindoshlar, Indigenouslar emas, boshqa qarindoshlar bizning ko'zimizdan qochib, bizni kuzatib turdi qamini, agar bizning ko'zimizdan qochib, yana tomning oqishidan yo tomning to'shigidan kirib qatnashgan bir yerlarni sizlar tutib olsanglar, bizga topshiringlar, bizga bildiringlar, xabarlantiringlar. Biz 10 ming imzoni hamma narsani tutib tayyor saqlab turyapmiz. Agar bular kirmagan bo'lsa o yig'inga, o vaqtida xalqimizga, vatandagi xalqimizga, chet ellik xalqimizga muborak bo'lsin. Indigenous People'lar degan narsadan qutulgan bo'ladi bu millat. Bu vaqtida hammamizga muborak olsun. Bu. Endi ikincisi, bizning aktivist reis. Bu Shvetsiyadagi bu Xitoyning adımını biladigansiz. Nijat Turg'un siz bilan bu to'g'riliq paranglashdi. Hatta siz nima dedingiz unutib qoldingizmi? Onun Xitoyning adim ekanligini biz bilamiz. Ama onu Rabia Qadir akirgan qurultayga mening kuchim yetmaydi degandingiz. Esingizda? Yo'qmi yo esanlarda? Esanlar sap qo'yaylikmi? Endi u tamam, aldırkisiga döngəşki mən usta deb ustasızlar bir-birinizə döngəşki. Tamam, o Rabia Qadir akirgan Xitoyning jasusi bo'lsin. Undan siz Yaponiyaga nima ish so'rab apardingiz uni yana? Yaponiyaga borgan yig'inda yana nima beqiningizda? Ya, u sizning beqiningizdimi, siz uning beqinidimi? Shuning uchun to'liq hamid qarinishimizning qo'lidagi narsalarning ba'zilarini men angladim qarindoshlar. Hatta ben böyle ötken bir yazgandım bu davadaki iş plasladı. Asli bu davadaki göçbaşlarını aldı diye sözlemek istedim. İş plaslarını keyin sözlemek istedim ama təqdiri ilahiymiş da orallaştırıp da avval iş plaslarını sözleydiğim bu kaldım. Yani mındak bir avaz var, burada bir diyalog var. Toğluq olan aşağıdamdan otursı da. Toğluq deydi de, bu işler qandaq gitti, bu millet qandaq gitti, Müslümansa dese, ve fikam şu Müslüman şu yo'qib gitti da, şu ölüp tugab gitti da, deydi. Degan ki to'liq vakam ölüp yo'qib gitti da deb yo'qib gitamda, 3 milyon adam. Oshlar yo'qib gitti deb qarab turamni qaqa dese, nim deydi danglar. Fika Uyg'ur degan şey iflas haq, nachar haq, xansola adam qilamidi bularni. Shunga o'tirib tugitib aytgani yaxshi. Deydi. Dünya Uyghur Qurultayı'nın qorg'uvchi muhim a'zolaridan birisining gapi ma'lum. Shuni anglagan vaqtimda, shuni bir qancha oy burungi tushasanlar ko'rsizlar, voy ish plaslar deb yozgan bir narsa chiqarib qo'ygan. Bu darajada ish plastik va bu ishning ichida. Undan keyin abay bir dedim, yana bir ta'kidlay, Amerikada siyosiy panohlik tilgan qarindoshlar
Şu videonun astı qarsanlar, mevsumlik davagardan birini görürsüler. Mevsum var bu. Tavuzning mevsumi keladi yozda. Tavuzning bahası əzəllaydı, taz oxşagan tavuzlar chiqdi, tavuz yeymiz. Keyin kuzda üzümning mevsumi keladi, üzümlər degan ajoyib o'xshab ketadi. Shunga o'xshash mevsumlik da'vogarlar bor. Chegara taqalganda da'vogar bo'lib ketadi. Chegara ichilgan vaqtida berib, avval bir tiyaminni jo'ndan qayni bir yo'qlab o'tadigan mevsumliklar bor. Gaqiling desangiz o'zida yo'qan gapi. Undaqdan birini ko'rmadingiz, Facebook'ta ko'rayotgansiz, mush videoning ostiga tushasiniz, ko'rsiz bir yo'g'an da'vogardan birini. Shuning uchun qarindoshlarım bu millatga ugal. Vatandagi qarindoshlarımizga ugal. Allah'tan aş tug'luq degan bola adamni ko'ratdim, opamni, dadamni qutqizib berdik deb setilib ketmabdi qarindoshlar. Şu jarayonda Taylandga, Avstraliyadan bag'aldi vaka juma anchadan kelib ko'rishib kelgan. Hammalarning demisi tutilib qapsilar hammalar. Hatta Shvetsiyadagi palvon bilan telefon so'zlashayotgan vaqtlarda Shvetsiyadagi palvon yo'g'onchilik qilaman deb ovozini teshib chiqarib o'tib tug'luq qo'yib beribdiki, tug'luq ovozga baqtamizdi. Tamam, yani yıldızın lavıl tutulup kapsılar. Kanada'dan Dagı, minun tuqqanlarımçu, Amerika'dan lavda degan da'vogarlar to'liq yamaydan tutyapti. Tamam. Endi Sharqiy Turkistonliklar o'zinglar baho beringlar. Bu to'liq degan bola uchuq so'zlasinmi yoki so'zlatammi yoki gapirmay jimmida kirkitib o'zining ishini qilsinmi yoki og'zini buzib tillasinmi davomli. Ya og'zini buzib tillamay texmi tafsilroq so'zlasinmi, uni to'liq bilan so'zlashinglar. Ya'ni to'liq bilan bizning Sharqiy Turkiston yoshlar qurultayining tashkiliy alda hech qanday aloqamiz yo'q. Yana birisiga men to'liqning ruxsatisiz bu narsalarni to'g'ri qo'yolmayman. Chunki uning ota-onasi oyada urug' tuqqanlar oyada shuning uchun qo'lidagi narsani qachon qanday chiqarmay, qanday ishiltimi o'zining ishi. Hem onunla anı qilma diyemeyimiz, salayetimiz toşmaydı. Ama bir narsani deyalaymiz. Vay şuncha yıl bütün qurultaydiki hemmisini şantaj video bilen, bizsini seks kaset bilen, yani bizsini yeni bizim bilen hemmini qo'rqitib yurgan Xitoyning boshda yomon adamim emasga u to'liq degan bir kichikini balaga tutilib qolibdi nimada. Tamam. Shuning uchun qarindoshlarim, men bugungi narsani ham shu yerda to'xtatay. İki xo'sh xabarni yana bir davet ayırız. Birincisi, Dünya Uyghur Qurultayı adlı teşkilat Indigenous People'lar yığınağa qatnaşmadı. O yerdə 22 aprel o'rtasida içilgan yığınğa. Bu hem de yaxşı oldu bence inşallah. Hemimizge bir hayır oldu. Hakikaten bir imanı keme İslam'da, imanı keme sağlamı bir Ramazan'da bir azrak bir hidayetle nuru tamdan kalkıp yedinilde ötep ketken okşaydı. Yarayısıyla milletimiz faydalı düşüyor onu kısanlık. Üye kirimsanlık. Yeni bir hoş haberimiz. Şarkı Türkistan Potbol Birleşmesi, Şarkı Türkistan Ulusal Potbol Komandası ve Ligla KONIFA'ga yani Müstakil Potbol Birleşmeleri Konfederasyası'na resmi a'zo olup, resmi official member kabul kılınıptı. Bunu tebrikleyimiz. Endi to'liq Hamid qarinishimizning qanday qiladiganligi va uning nima kutislar amaliyotda hech qaysimizning bir narsa kutish salohiyatimiz yo'q. Faqat to'liq Hamidning beshiga kelgan kunlarmi shu. Yaşagan hayotim shu. O'zi bir jumla bilan bir muqim bir ravan shaklda ifodalab berolmaganligi uchun bugun Abay deganimdek biz bu shayton tashlaymiz deb tavobimizni qilolmadik. Şunun en ahırkı şeytan taşlaş yoludu biz üçün. İle bu Türkiye'den çıksa bir PP Tomak Gompay, ile Amerika'dan, ile o yerde ne mi degen cık eşekinin kurutu dekme bir cık bir hain cık bir gelmez biz. Şunda olsun mu şeytan taşlaş müşahitçi olsun. Hem de inşallah aldığımızdaki küllerde aslı kılmakçı bolgan, yani Şarkı Türkistanlıklar anlayman dese, şu xalqaro munosabatlar to'g'risidagi temalarda to'xtalib, shuni da davom qilamiz qarindoshlar. Shayton tashlaydigan ishda agarda to'liq tashiyotgan bo'lsa yoki bo'lmasini bosh etayotgan bo'lsa, to'liqni mushta tushensanglar bo'ldi demoqchiman. Shuning uchun qarindoshlar bugungi gapim bu yerda tugadi. Hammanglar Allohga emanet qarindoshlar. Yana ko'rishguncha omon bo'linglar.
Men endi bu da haqiqatim inşallah şu xalqaro munosabatlarning nazariyalari to'g'risida yaplaq tilda qisqa qilib so'zlab berishga tirishimi. Hammalar Allohga emanet qiling.